O'sha legendarniy feromonni topdim, Piyola marketdan. Hozir ko'ramiz. Rostdan ishlaydimi yo'qmi? Ko'p vaqtinglarni olmayman, bir minut bitta savolim bor. Feromon haqida eshitganmisizlar? Eshitganman. Yo'q. Ko'rgandim Instagramlarda. Ano, falsifikator ishlatami bu? Originalni hidlab ko'rishni xohlaysizlarmi? Ustingizmi? Vau. Zo'r hidi. Rasmiga gap yo'q. Shunaqa tiz cho'ktiradi menda qizlarni. Nima bu? Nima sensan? Oh, takoy hidi. Bir nimasi bor deyi shuni. Medaga tegmaydi, холодный, ko'rinishdan ham qimmat atirga o'xshatyapti. Yoqmadimi sizga? Menga bolalar atri yoqmaydi. Qizlik yoqadimi bu? Вообще sevishadi. 90% qizligi yoqadi. Qolgani kampirlar. Настроение bishi ko'tarib bordi. Zachot yopolmay chiqyapti deyman. To'g'risini aytsam bitta atirga o'ra olmaysiz. Bu hid bilan jalb qilsangiz bo'ladi. Bolalarga tavsiya qilasizlarmi buni? Albatta Piyola marketdan zakaz qilishsin, originalini. Sepishsin, ishlatishsin, zo'r hidi. Buni ham sepgan odam ham o'g'irlab ketishadi. 100 mingga oluvdik, pastga edi. Demak, falsifikasini olib qo'ygan ekansizda. Originalning yonida 5 ta bonusi ham bo'ladi. O'rtoqlar, qizlarning fikrini eshitdinglar o'zinglar. Feromon realni ishlar ekan. Originali faqat Piyola marketda. 5 ta bonusi ham faqat Piyola marketda. Aldanib qolmanglar. Zakaz qilish uchun pastdagi knopkani bosib ro'yxatdan o'tinglar. O'zbekistonda любой точкasiga yetkazib berish bepul.